Assalomu alaykum, Islomjon Uz kanali obunachilari, YouTube ishqibozlar, obunachilar, mana sizlarga o'zimizni qishloqda akalar, dehqon, fermer ekanimiz uyda akalar, punnali buqalar bor akalar. Sizlar izlagan, kuragi bor, qurvolliqni so'yaman deganlarga akalar, haqiqiy dumba solgan zo'rlar akalar. Ko'ringlar, videoni oxirigacha ko'ringlar akalar, maza qiling akalar, punnali buqalar. Narxlari Torazga ham, turishgacha ham kelishilar ekan. Hammasi Angus, Avligol, qisqasi zotdor mollar hammasi akalar. Dumba sovorgan gardan hamma to'g'ri. Qo'stop akalarga qiziq bu hammasi. Qo'stop akalar qiziqing akalar mana. Go'shtdor. Chiroyli 1 yil boqilgan mollar hammasi akalar. Sabr qilib chiroyli boqqan ekanlar. Buqalari haqiqatda zo'r. Tonnali buqalar akalar. Tonnalik, 5-6 tonnalik, tonnani pastida, tonna tepasida buqalar. Kuragi borlar buqalar akalar. Lakka bosing akalar bitadan. Sizlar uchun Xudo xolasa mayna qilib chiroyli bu videolarni qilib boraman akalar. Lakka bosing akalar. Samarqandlik, Xorazm misol akalar, Xorazmliklar, Toshkentlik akalar misol qiziqing akalar. Bitta Suriyada olib ketaman deganlar, katta partiya akalar. Katta partiya, katta tonnali buqalarni katta stolovoy restoranlarga so'yaman deganlarga akalar, tonnali buqalar. Lakka bosing akalar. Sizlarga Qashqarida zagonadan chiqib Qashqarga chiqaraman. Angus zo'rlar akalar, Angus. Maşallah. Obunachilar qarab turinglar, mana shu tonnali buqalar chiqadi akalar, tonnali. Torazga qo'yib beraman deyishyapti akalar, Torazga. Ko'chani bozor narxida Torazga qo'yib beraman deyishyapti. O'ta chiroyli semirgan buqalar, tonnali buqalarni ko'ringlar. Mashalloh deb qo'ygan, like bosing akalar. Cho'ri gruppalarga jo'natib qo'ying akalar. Tanish bilishlarga, qurvolliqqa zo'rini so'yaman deganlarga mo'jagalar qiziqing. Katta buqalar. Soni ko'p, hammaga yetadi. 1 yil chiroyli boqilgan, 2 yil boqilmagan, 1 yil boqilgan buqalar. Zotdor mollar qanaqa bo'lib ketadi? Chiroyli boqsa qilib, sabr qilib ko'rasizlar. Yo eplab olaman akalar, mana ko'ringlar akalar, tonnali buqalar hammasi. Tashqariga chiqib oldim. Mana akalar, mana Angus qarang akalar. Maşallah akalar. Kurt o'xshaydi, jonivorlar, kurt o'xshaydi. Yo'q, semirgan tonnali buqalar akalar. Mana 6 tani buqa bor, mana shu tonnadan tepadagi 6 tani buqa bor. Qolganlari pastida akalar. 700 kilo, 600 kilo, 800 kilo shunaqa. Akalar, hammasini kuragi bor mo'ljalda. Mana ularning kattalarning kuragi bor, kattalarning. Angus joni. Mana akalar, bellarini qarang akalar, tuxum haqiqiy o'ynaydigan buqalar akalar. Jonivor. Pastga tushgan ko'chayamaydi. Katta buqalar. Tepaga chiqib oldim akalar. Kiloras akalar, hoplaydi. Hop, 2 ta ag'da bor, yana 2 ta katta bor ekan, ag'da 4 ta, 8, bu yerda 10 dona ekan, 15 ekan, ag'da yana 2 ta, 12 ta buqa bor akalar. Misol Samarqandlik akalar, misol katta stolovoyga so'yaman deganlar akalar, kilorasida tonnali buqa, 6 tani tonnali, tonnadan tepadagi buqalar hammasi. Qolgani bir 6 tasi tonnani pastida. Mana misol mashina 700 kilo, 600 kilolik buqalar mana mashina 650 kilo, 700 kilolik buqalar mashina. Mana sariqlar akalar. Mana qoralari tondan tepasida. Jonivorlar akalar. Go'sht, hamma yo'q go'sht, jonivor. Qurvolliqqa so'yaman deganlar misol nimalarga rosa arziydigan buqalar akalar. Katta buqa.
Rasul aka, buni to'rasiga qanchadan endi bular? 78 kami bor. Farq yo'q, tanlab olishga ham, turishiga ham, hali turish 78 dan kami bor akalar. Xohlayni bitta oling, xohlayni olib kami bor ancha akalar. Kelib bozorni solishtirib, hammasini bitta joyga olib qo'yaman deydiganlar chiqadigan bo'lsa, misol kelishtirib bo'ladi. Bozor narxida tushadi akalar. Ya mashinadan siraj yuklaysizlar, olib ketaverasizlar, esingizda akalar. Yem yeb, italicha semirgan, hamma yo'g'i butun novvasi akalar. Bitta so'yib ishlataverasizlar akalar. Hammasi tonnali, misol mana shu katta anguslar tonnali bo'lib qoladi. Anguslar akalar. Bu yer gideta 1.45. Aşağı sastanede bu qoladi, 1.45. Bu 50 ta bor olmasa kerak akalar. Biraz zagona chiqqanigacha fikrchilar olyapti. Mana akalar. 12 bosh zotdashi angus, avligol, gibrid buqalar akalar, hammasi go'shtdor buqalar. Akalar, Samarqand akalar, qiziqing akalar. Hammasi. Orqa oldi bir xil qo'lda akalar. Og'zini yomon akalar. Rasul aka, buni so'yib olishga nima deysizlar? 600 kilo, 700 kilo so'yib olishga ham kelishi kerak ekan qo'ygan. 600 kilo, 700 kilo go'sht qiladigan novvasi. Hammasi go'shtga shunaqa qiladigan novvasi akalar, kattalari. Bo'ldi. Rasul aka, asosan nechtasini kuragi bor bular ichida? Qoralarniki-da, anguslarniki. O'sha 6 ta kuragi naq chiqqan kuragi bor. Endi bular zagonni ushlab ko'rishmagan, lekin ana 6 tasiniki naq kuragi bor akalar. Qolganlikini ham ko'rish kerak akalar, kuragi bor yo'qligini. Ko'ringlar, maza qilinglar akalar. Misol kelinglar, manzil Namangan viloyati, Namangan tumani Qorako'l qishlog'i akalar. Kelaverasizlar, misol tushunmasanglar yo lakasi tashab beriladi, telefon nomer qo'yamiz, o'shanga aloqaga chiqib lakasi tashab beriladi akalar. Kelaverasizlar, misol quribmen hammasini olib qolaman deydiganlar. Bitta Isuzu'da tam ikkita Isuzu'da chiqadigan mollar akalar, katta mollar hammasi. Misol o'sha o'zingizga olib borib so'yib olasizlarmi, nima qilasizlarmi? Shura to'razga ham kelishaveradi. 78 mingdan kami bor to'razga akalar. Bir joyga olaman degancha kami bor akalar. Hammasini. Hammasi go'shtdor buqalar akalar. Ko'rib turibsizlar hammasini. Orqasi ham, oldi ham, gardani ham hamma tomonlama chiqib ketgan. Eng ozi ham 1 yil oldin kelgan buqalar. Qolganlari 1,5 yil oldin kelgan, yemda turgan buqalar hammasi akalar. Yo'qsiz semirgan buqalarimiz akalar. Ko'ringlar. Jonivorlar. Molli kichik ko'rinayotgandir, lekin to'laga qo'yib beriladi akalar. Eng kami shu 650 kiloni hisobini olasizlar. Tonnadan oshiq. Mana 5 tami, 6 tasi tonnadan tepadagi buqalar, mana qoralari akalar. Katta buqa. To'laga ham qo'yilgan akalar. Bular to'laga ham qo'yib chiqilgan 1 tonnadan tepadagi buqalar. 5 6 tasi tonnadan tepasidagi buqalar. Akalar. Ko'rasizlar. Bu Hamash jeriyon akalar, katta buqalar. Jonivar. Çok. Hop akalar, haligi sori qo'yi qimmat haligi. Men yaxshi tushunmayman akalar, o'sha zotdor qo'yi bitta qo'chqor bor ekan akalar. Qo'zichoq. Mana shuni ham videosini ko'rsatamiz akalar. Bundan keyingi videoda bunisi ham bo'ladi akalar. Ko'ring akalar, haligi 10 ming dollarlik, 15 ming dollarlik, 700 ming dollarlik qo'ylarni tushunadigan akalar. Ko'ring akalar, kanallar. Davlat ashimga ham nima qilamiz, ochib bermay akalar, bitta shunaqa qo'yib bor ekan akalar. Qo'zichoq sotaman deyaptilar. Buni ham video davomida keyingi videoda chiqaramiz akalar. Mana shu Islomjonimiz kanalida akalar. Like bosing akalar. Qimmat qo'y, o'zingiz baho berasizlar.